Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga Instagramdagi kommentlarga cloud to'lab qo'yish haqida bir video qo'llanma ko'rsataman. Shu videoda ketma-ketlik bo'yicha hammasini o'zingizlar qiladigan bo'lsangiz, sizlar ham o'zingizlarning Instagram kommentinglarga cloud to'lab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi safar sizlarga kommentga yozilgan xabarlarga ham kommentariyada, ham direktdan turib javob beradigan bitta Facebookka o'zini sirli narsasini o'rgataman, ya'ni sirli bir funksiyasini o'rgataman. U mutlaqo tekin bo'ladi. Qani Boshladik. Birinchi bo'lib sizlar o'zingizlarning kompyuteringizda cloud ochib olishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin shu kompyuteringizda Instagramingizni ochib olishingiz kerak bo'ladi. Va birinchi qilinadigan ish sizlar o'zingizlarning Instagramga cloud sun'iy intellektini ulab qo'yishingiz kerak. U uchun qanaqa qilinadi desanglar, meni Instagram sahifamga o'tsanglar, ya'ni Abdurahmon Ads o'tadigan bo'lsanglar, tekinga o'rgataman degan bitta postim turibdi. Mana shu yerda men cloud sun'iy intellektini qanaqa qilib Instagramga ulash mumkinligi haqida qisqagina bitta video qilganman. Sizlar mana shu orqali o'zingizlar mustaqil ulab olsanglar bo'ladi. Ulab olganingizdan keyin plyusni bosadigan bo'lsanglar, connectors bo'limida mana bunaqa joyda sizlarning o'zingizlarning loyihalar nomidan chiqib keladi. Misol uchun men hozir SPFON ulaganman. SPFON loyiham chiqib kelyapti. Sizlar o'zingizlarning loyihalar chiqib keladi yoki o'zingizlar nom bergan loyihalar nomi chiqib keladi. Chiqqandan keyin birinchi qilinadigan ish qaranglar. Bu yerda xo'sh, yozamiz. Compose orqali Instagram sahifamni qisqa analiz qilib berdiman va bu Instagramimizni ko'rgan bo'lsa, qisqagina bizga o'zimizning Instagram sahifamizni analiz qilib beradi va qaysi videolarimiz uchgani, nima sababdan uchganini ham bu bizga aytishi mumkin. Faqat uni biz chuqurroq so'rasak. Agar chuqurroq so'ramasak, qisqagina o'zidan ma'lumot berib o'tadi. Hozir ozgina kutib turamiz. Mana bu yerda o'sha Instagram allaqachon ulangan ekan. Endi profil ma'lumotlari, insights va oxirgi postlarni olib chiqaman deb menga ma'lumot yig'yapti. Qisqa analiz qilib berib bo'ldi. Qisqa analiz qilib bo'lgandan keyin haligi Instagram sahifamizga o'tamiz. Misol uchun qaysi videoni biz kommentariyada javob berdirmoqchi bo'lsak, o'shani kiramiz. Har bitta videoning o'zining silkasi bor. O'sha silkani olib turib bunga beramiz. Misol uchun nima deymiz? Shu postimni kommentariyasiga javob ber. Ammo hammaga har xil javob berishing kerak. Assalomu alaykum. Narxi 200 ming so'm deb yozamiz. Ya'ni buni kimlarga yozadi? Plus va narx deb yozganlarga yoz deymiz. Va enter bosib yuboramiz. Bu hozir birinchi qilinadigan ishi shu postimizni ochadi. Ochgandan keyin bu postimizda nechta kommentariy borligini bu o'zi hozir analiz qiladi va analiz qilgandan keyin sekin keyingi bosqichga o'tadi. Hozir o'ylashni boshladi o'sha yerda. Post topildi, GPS bolalar soati va ID nomer postni hammasini ko'rsatyapti. Va keyingi bosqichga hozir o'tyapti, ya'ni kommentariyani sanash boshlaydi endi. Buni kutib turamiz. Ozgina vaqtimizni oladi, lekin bitta sanab olgandan keyin hammaga tezroq javob berishni boshlaydi. Biz ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, hammasini hozir mana shu cloudni o'zida turib hal qilyapmiz. Ahamiyat berasizlar, uni saralash va takrorlangan javoblarni chetlab qoldirish deyapti. Ya'ni bir xil kommentariylarga biz o'zimiz javob berib bo'lganmiz. Bir xillari umuman hali javob berilmaganlarga hozir javob berib chiqadi bizning nomimizdan. Men keyin aytdim, ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, hammaga har xil javob berilsin deganman. Buni sababi nimaga unaqa deyotgan bo'lsanglar, agar hammaga bir xil javob beradigan bo'lsa, Instagram bizani botni bo'ylab akkauntimizni vaqtinchalik bloklab qo'yishi mumkin. O'shaning hisobiga bu tip botligini bilmasligi uchun hammaga har xil javob berdim. Keyin yana bitta narsa, misol uchun bir xil videolaringizda kommentariy 2000 ta, 3000 ta, даже undan ham ko'payib ketgan bo'lsa, bu sizga taklif qiladi cloud. Ya'ni nimani? Kelida 100 ta, 200 ta qilib har 15 minutda javob beraylik. Chunki hozir bittada katta ob'yomli men javob beradigan bo'lsam, botligimni bilib qoladi va Instagram seni sahifangni bloklab qo'yishi mumkin deb chiqarib beradi. Mana qarang. Bu post narx va plus yozgan izohlar juda ko'p ekan. 56 ta. Allaqachon javob berilganlarni hisobga olmaganda deyapti. Mana 56 ta javob berilmaganlari bor ekan demak. Har biriga alohida va har xil matn bilan javob yozaman. 2 bosqichda yuboraman deyapti. Mana o'sha o'ylashni boshladi. Endi keyingi bosqich o'sha javob berib bo'ladi va menga xabar beradi. Hammasiga javob berildi deb o'zingizlar bilan birgalikda keyin buni bitta refresh qilib yuborib, ya'ni bu sahifani bitta refresh qilib yuborib, keyin qanaqa javob berganligini ko'ramiz. Kutib turamiz. Bo'ldi, o'sha javob berib bo'ldi. Endi hozir sizlar o'zingizlar bilan birgalikda uni tekshiramiz. Uning uchun sahifamizni bitta yengilab yuboramiz. Yengilab yuborganimizdan keyin ketdi. Hozir ko'ramiz. Kommentariyni bosaman va mana narx qancha degan odamga torment oldim. Salom, narxi 200 ming so'm. Narx deb yozgan odamga assalomu alaykum, narxi 200 ming so'm. Narx qancha degan odamga qaranglar. Xo'sh, bosamiz. Narx qancha ekan? Assalomu alaykum, narxi 200 ming so'm ekan deb yozgan. Plus qoldirganligi salom, narxi 200 ming so'm. Hammaga har xil javob berayotgan. To'g'ri, hammaga har xil javob beryapti, ko'rayotgan bo'lsanglar.
Xullas shunaqa qilib sizlar ham o'zinglarning Instagram sahifangizga cloud ulab qo'yib, kommentariyalarga shunaqa javob berdirsanglar bo'ladi. Lekin juda ko'p komment bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek 100 ta 200 ta 100 ta 200 ta qilib javob berdirganinglar ma'qul. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa garchi ma'lumotlarni har doim chiqarib turaman.